O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovning qizi Lola Tillayeva va nabirasi o'rtasidagi ziddiyat sababi nimada? Oila ichidagi yashirin haqiqatlar ochiladimi? Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. O'zbekiston Birinchi Prezidentining nabirasi va mashhur bloger Maryam Tillayeva o'zining Instagram sahifasida obunachilaridan kelgan turli savollarga javob berdi. Stories orqali javoblarni ulashar ekan, Maryam Tillayeva onasi Lola Tillayeva bilan bo'lgan mojarolar mavzusiga ham to'xtalib o'tdi. Maryam, onangiz bilan hozirda umuman muloqot qilmaysizmi? Yo'q, hozirda onam bilan hech qanday aloqam yo'q. U yaqin qarindoshlarim orasida muloqotni butunlay uzgan yagona insonim. Bilasizmi, onamning xatti-harakatlari menga doim juda g'alati tuyuladi. U doimo boshqalarga o'zini yaxshi ko'rsatishga, ba'zida jabrdiyda ayol rolini yoqishga intiladi. Biroq o'zi O'zbekistonga kelgan bo'lsa-da, onasining uyiga hatto qadam ham bosmagan. Uning shu kabi boshqa g'ayrioddiy amallari ko'p. Bu odat menga bir paytlar og'ir ta'sir qilar edi, lekin hozir bunga ko'nikkanman va shunchaki onamni boricha qabul qilganman. Ammo ukam va singlim uchun achinaman. Lola Tillayeva bilan o'rtangizdagi ziddiyat sababi nimada va bu qancha vaqtdan beri davom etmoqda? 5 yildan beri gaplashmaymiz. Shunga qaramay mening ichki sezgim juda kuchli. Onam bilan so'zlashmasak ham qandaydir tarzda uning hayotida nimalar yuz berayotganini bilib turaman. Vaqt o'tishi bilan munosabatlaringizdagi muammolar ham ko'payib boradi. Qachon yarashishimizni bilmayman. Chunki atrofdagilardan onam haqida qancha ko'p yangilik eshitsam, u haqida shunchalik fikrim o'zgarib bormoqda. Go'yo onam tobora ko'proq o'zidan qochadigan va omma e'tiborini qozonish uchun har narsani bajaraveradigan odamdek ko'rinmoqda. Umuman olganda oilamiz tarixi murakkab. Ba'zi voqealarni esa bobom, buvam va boshqa qarindoshlarimga hurmat yuzasidan oshkor eta olmayman. Shu bilan birga onamning menga qarshi nosog'lom raqobat qilishiga urinishini sezaman. Bu so'zlarim albatta mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Axir men qanday qilib onamga raqobatchi bo'lishim mumkin? U meni dunyoga keltirgan bo'lsa, men 50% onam, 50% otamman. Sizga rahmim keldi. Xudo asrasin, bunday oilani hech kimga ravo ko'rmayman. To'g'ri aytasiz, xuddi shunday fikrni mening do'stlarim ham bildirgan. Hatto ularga bor voqeani to'liq aytib bermagan bo'lsam ham, do'stlarim menga havas qilishmaydi. Nima bo'lganda ham yuqori mansab va pul kabilar asab, ko'z yoshlar va oilaviy mojarolarga arzimaydi. Men o'zim uchun qaror qildim. Bundan keyin hayotimdan faqat zavqlanib yashayman. O'zim istagan ishni qilaman. Ochig'i kim nima desa ham menga farqi yo'q. Men yaqinlarimning xatti-harakati uchun javobgar emasman va hammani qutqarish yoki yarashtirish ham vazifam emas. Men shunchaki o'z hayotimni yashayman va o'z oilamni quraman, deydi Maryam Tillayeva. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang.